sizlar borku, motivatsiyani tushirmanglar-da. Jigarlarim, biz hozir bolalar gematologiya va onkologiya markaziga keldik. Bu yerda bir bolachamiz bor, Behruz. Shuni oldiga kirib chiqamiz. Assalomu alaykum. Behruz boy, qalaysiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Alloh shifo bersin. Xudo xolisa o'rtoqlar, bu Behruz bey hozir Toshkent shahardagi gematologiya va onkologiya markazida yoshi 14da shu ukamizga biz yordam berish harakatida keldi inshaalloh. Birinchi o'rinda sizlardan pul emas, birinchi o'rinda sizlardan duo kerak. To'g'rimi Behruz bey? Yaxshi duo qilib qo'ysin-a. To'g'rimi? Ko'pchilikning duosi o'tadi inshaalloh. Birinchi o'rinda duo o'rtoqlar. Chunki bilaman, hozirgi kunda hammaga oson bo'layotgani yo'q. Hammaning oilasida problemasi bor, muammosi bor, qiyinchiligi bor. Va bu holatda o'zidan orttirish qiyin bo'ladi. Lekin shunda ham birinchi o'rinda sizlardan duo talab qilamiz. Imkoni borlar Behruz beyga birgalikda yordam beramiz. Xudo xolasa birgalikda. U tashab qo'yish bo'lmasin, qarab turish bo'lmasin. Alloh berganga beradi. Shu narsani unutmanglar. Ehsonni mukofoti ehson deydi. To'g'rimi Behruz bey? Behruz bey, bitta yordam beraman deganlarni duo qilib bering. Ustamatik bo'lib qoldimi hozir? Polvonim. O'zi polvon bola ekan. Menga o'xshagan здоровый bola ekan. Motivatsiyani tushirmang endi. Sizlarni shashtingiz qancha zo'r bo'lsa, qancha motivatsiyangiz bo'lsa, dadalarini chiqarib tashlash hali. Hamma narsa oldinda. İnşallah. Shunday? Allohim motivatsiya yuksallarni Alloh dargohida qabul aylasin. İki dünya saodatini bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga durud salom bersin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azobannar. Bolam